PUBG Mobile ga keyingi Turu 5 yangilanishda qo'shiladigan 4 ta muhim o'zgarishlarni ko'rib chiqamiz. Undan oldin videoga like bosib, menga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, chunki bizni 90% odam obuna bo'lmasdan kuzatar ekan. Birinchi o'zgarishimiz Turu 5 versiyamizning asosiy eventi Naruto animesi bilan birgalikda bo'lar ekan va PUBG Mobile bugun o'z shaxsiy Instagram profiliga yangi davr kelmoqda deb xuddi shunday post joyladi. Bundan aniqlashtirib olsak bo'ladiki, Turu 5 versiyamizning asosiy rejimi Naruto animesi bilan hamkorlikda bo'ladi. O'rgimchak odam rejimi esa katta ehtimol bilan sezonning yarmida o'yinga qo'shiladi. Chunki O'rgimchak odam filmining premyerasi iyul oyini oxiriga mo'ljallangani uchun aytib o'tganimdek katta ehtimol bilan sezonni yarmida qo'shishlari mumkin. Bu haqida 100% aniq ma'lumotlarni 11-iyul sanasida beta versiya yangilanganida to'liq ko'rib chiqamiz. Bu haqida ham albatta video chiqaraman. Videoni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi o'zgarishimiz esa Ferrari superkarlari bilan bo'ladigan hamkorlik. Bu hamkorlik ham o'yinga iyul oyini o'rtalarida qo'shiladi va qaysi mashinalarga Ferrari skillari qo'shilishi hali aniq emas. 4-o'zgarishimiz esa Turu 5 versiyada qo'shiladigan Ultimate ruletkasining obmen bo'limida M416 arujasiga Shinobi Kami skinining qaytishi hisoblanadi va u bilan birgalikda uning Ultimate kiyimi ham o'yinga qo'shiladi. Agar kimga bu 416 skini yoqadigan bo'lsa va eski versiyada ololmagan bo'lsa, bemalol Turu 5 versiyada Ultimate ruletkasidan moneta yig'ib almashtirib olsa bo'ladi. Xo'sh, Turu 5 versiyadagi bu o'zgarishlar sizga yoqdimi, yo'qmi? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.